Assalomu alaykum Chorva ishqibozlari. Akalar, bugun chislar 2026-yil. Akalar, 2026-yil 2-fevral akalar dushanba kunda mana video olyapmiz. Sizlar uchun mana Qirg'izistonni Bishekidan kelgan akalar 7 bosh, mana oldin kelgan akalar bo'qildi 5-6 oy. Akalar sotuvga chiqyapti. Mana yeb ishlari hammasi joyida akalar. Mana yeyishlari. Mana akalar, mana. Jami 7 bosh akalar sotuvga chiqyapti. Mana. Toza chivet olaman deganlar bormi? Mana akalar. Mana yeb ishlari hammasi soppa sog'lom mol. Mana. Akalar 7tasi akalar sotuvga chiqyapti. Yeyish hamma yo'q joyida akalar yeb ishlariga. Akalar firmada turgan ishonchlik. Mana. Orqa tomondan ko'rsatamiz akalar. Mana. Mana. Bunisi akalar mana. Xudo xolasa ikkinchi qo'linga tug'adi akalar, tishlari old kurak. Akalar bo'yi 1.40 plustiga. Sigir qilaman deganlar bormi? Mana akalar mo'l yo'vosh, mana. Akalar, so'skasi mana. To'rttasi butun. Mana akalar. Yo'vosh mana. Eng qiziq akalar yo'vosh. Sigir qilaman deganlar bo'lsa, arziydigan mo'l. Xudo xolasa yillab boqsani arziydigan mo'l. Akalar, bu mo'limiz 8 oylik bo'g'oz. Xudo xolasa 1 oyga bormay tug'adi. Mana akalar, kuragi old kurak, toza chivet. Xo'p, bunisi akalar mana 3-qo'ringa tug'adi. Akalar, mana. Mana, bu ham yaqin akalar, nihoyatda yaqin. Xudo xolasa bu ham 1 oyga bormay tug'adi. Mana. So'skalari akalar mana yo'vosh, eng qiziq akalar mollarimiz yo'vosh. Sigir qilsa arziydigan mol akalar. Kishi 8 kurak akalar, xudo xolasa 3-qo'ringa tug'adi. Xo'p, bu molimiz akalar 1.30 akalar plustiga. Mana. Xo'p, mana o'sa akalar. Kishi 6 kurak. Mana. Akalar kishi 6 kurak. Mana. Akalar yo'vosh mana. Mana. Mana so'sklar to'rttasi butun. Mana akalar. Hamma yo'q butun mol, yo'vosh. Akalar kishi 6 kurak. Akalar 1.40 plustiga akalar 1.40 bo'yi. Mana. Bu ham 8 oylik bo'g'oz. Mana ishlari 6 kurak, yeb ishlari zo'r. Mana molimiz toza chivet olaman deganlar bormi? Mana akalar. Mana. Tishlari 4 kurak akalar, tishi 4 ta. Mana. Mana. Akalar 4 kurak mana. So'sklarini ko'rsizlar, hamma yo'q butun. Mana yeb ishlari zo'r akalar. Bu molimiz ham akalar yetuk bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz, bo'yi 1.30 sm. Mana akalar yeb ishlari hammasi joyida. Tishi 4 kurak. Xudo xolasa ikkinchi qo'ringa yo birinchi yo ikkinchi qo'ringa tug'adi akalar. Yo'sh molda bu ko'chatnasi. Xo'p, bu molimiz akalar mana tishlari 8 kurak. Mana. Yillari ham mana akalar yaqinlab oldi. Bu molimiz 8 oylik. Mana. Mana yo'voshligini tekshiramiz. Mana so'sklari mana yo'vosh mana. Mana akalar. Sigir qisani arziydigan mol. Mana. Mana toza shivet olaman deganlar bormi akalar? Mana yillar qo'zg'ab qoldi. Tayin yo'ridan. Mana bolasi tegib yotdi akalar. Mana. Kallovoshlarni qarang. Mana akalar. Yo'voshligini mana. So'sklar to'rttasi butun. Akalar ishlari 6 kurak bo'lsin. Toza sabayishga shivet olaman deganlar bormi? Ikkinchi qo'ringa tug'adi akalar. Mana. Akalar, bo'yi 1.30 plustiga akalar. Yeb ishlar hammasi joyida. Xo'p, mana molimiz akalar Qora shahzodasidan 3-qo'ringa tug'adi akalar. Mana. Mana eng katta mol mana shu akalar. Mana. Akalar, mana so'sklarini ko'rsatamiz mana. 25 litr sut bergan Qirg'iziston Bishekida akalar, nihoyatda sutdor mol. Sut bilan shug'ullanaman degan akaxonlar uchun mana bunisi bo'ladi akalar. Bo'yi 1.50 akalar. Mol nihoyatda yo'g'on mol. Yeb ishlari hammasi joyida. Mana akalar, mollarimiz hammasi sog'lom, ishonchli mollar akalar. Ishonchli, mana yeb ishlari hammasi joyida. Mana aka mollarimiz mana.
Bitta ko'rsatib boramiz. Mana orqa tomondan. Mana yeyishlarni ko'rsatib boramiz akalar. Mana yeb ishlari hammasi joyida. Mana akalar. Xo'p, jami 7 bosh mol sotiladi akalar. Narxini akalar TVSga kelasizlar. Mana. Sizlarga yo'qsa, akalar, kelib olishingiz mumkin. Akalar, hammasi bir joyga sotiladi akalar, lekin 4 ta olasizmi, 5 ta olasizmi farqi yo'q, sotaveramiz. 4 ta olasizmi, 5 tami, 3 tasini olasizmi farqi yo'q. TVSga kelasiz akalar, yo'qsa yo'qtirib olishingiz mumkin. Narxi TVSga gaplashamiz akalar. Mana akalar, mana. Hammasi bir joyga sotiladi akalar. Agar donaga olaman desanglar, donaga ham kelishaveramiz. Xo'p, bu molda akalar pul nihoyatda zarur. Akalar pul zarur nihoyatda sotiladi. Mana akalar.